Iya. Demak, bugun biroz qiyin savollar ko'rib chiqamiz. Ozgina kechikib berdim yoki berilmay qoldim. U uchun ming bor uzr so'rayman. Bundan bug'iyga xudo xohlasa unaqa kechikishlar bo'lmaydi. Xudo xohlasa hammasi o'z joyida tashlashga harakat qilaman. Lekin bitta o'zgartirish kiritamiz. Haligi jonli dars o'rniga o'sha mavzuni rekordingini tashlab beraveraman. Mavzuni o'tib yoki o'sha savollarga doir misollar yechib, sizlar tushunmagan joylaringiz bemalol mendan so'raverasizlar. Xudo xohlasa bu yog'iga to'xtamaymiz. Imtihonga ham oz qoldi, qattiq ishlaymiz. Hop, deya boshladik. Yarim aylana ekan. Nima deyaptiki, mana bu ikkisini topishimiz kerak ekan. Qaraymiz endi birinchi o'ringa. Mana bu joyni markaz deb olsak, jami 10. 5 bo'ladi. Ya'ni radiusimiz 5 bo'lib qoladi. Endi mana bu P bilan mana buni O nuqta deb olsam, O nuqta bilan birlashtirsam. Bu nima deydi? OP kesma ham 5 bo'ladi. Chunki nimaga bu ham radiusga teng. Endi qaraymiz. Mana bu uchburchak, teng yo'l uchburchak. B nuqtadan balandlik tushirsam, teng 2 bo'lishi kerak, teng yo'li bo'lgani uchun. Bu degani mana bu joy 5 bo'ladigan bo'lsa, bu joyga 3 qoladi degani. 3. Endi jami 10ligidan mana bu yer 8 bo'lsa, bu yerga 2 qoladi endi. Pifagordan mana bu yer balandligimiz 4 chiqadi endi. Bu tomonga ham Pifagor qo'llasak 4ning kvadrati qo'shilgan jami 8ning kvadrati teng bo'ladi x kvadratga. Unda x teng bo'ladi ildizi 80, ya'ni 4 ildizi 5 ga teng bo'ladi. Endi ikkinchi usulni ham ko'rsataman. Bu usulni o'chirib turaman endi. Bu yana mana bu joy markaz deymiz. Endi P bilan birlashtiraman markazni. Mana bu joy alfa bo'lsa, bu joy 5, bu joy ham 5 bo'ladi radiusligidan. Mana bu joy ham alfa bo'ladi endi. Endi mana bu teng yo'l burchakligidan mana bu joyimiz alfa bo'lsa, bu joyimiz ham alfa bo'ladi. Alfalik kelib chiqib qoldi. Endi mana bu joyni qandaydir gamma desam, menda mana bu burchak ham umumiy gammalik kelib chiqib qoladi. Nimaga? 2 alfa qo'shilgan gamma 180ligidan mana bu alfa, bu joy gammalik kelib chiqib qoladi endi. Endi menda teng yo'lli emas, o'xshash uchburchaklar hosil bo'ldi. Unda mana bu kichkina uchburchak bilan mana bu katta uchburchagimiz o'xshashib qoldi. Kichkina uchburchakda gammani qarshisida x turibdi. Kattasi esa gammani qarshisida jami 16 turibdi. Endi bu teng bo'ladi. Kichkinada alfani qarshisida 5 turibdi. Kattada alfani qarshisida x turibdi. Shunda x kvadrat teng bo'ladi 16 ko'paytirilgan 5 ga. X teng bo'ladi 4 ildizi 5 ga. Qaysi usul qulay bo'lsa, o'sha usulda ishlayverasizlar, o'zlaringga qulayini tanlab ishlayverasizlar. Endi mana bu chorak aylanani yuzini topishimiz kerak ekan. Bu joy 4, bu joy 3ligidan. Hop, endi qarasak, mana bu OB va AOlar radius. Mana bu joy 90. Bu degani ikkalasi ham radiusligidan, bu joy ham radius, mana bu joy ham radiusligidan uchburchak hosil bo'lib qoldi. Shunda mana bu joy 45 gradus bo'lsa, mana bu joy ham 45 gradus bo'ladi. Endi qaraymiz. Mana shu O nuqtadan balandlik tushirsam, teng yo'lligidan bu ham mediana ham balandlik ham bissektriisa bo'ladi. Shunda mana bu joyimiz x deb belgilab olsam, mana bu joy ham 45 gradus bo'ladi. Bu jami 4 plus x ligidan bu joy ham 4 plus x ga teng bo'ladi. Endi Pifagordan mana bu radius teng bo'ladi. Ildizi 2 4 plus x ga teng bo'lib qoladi. Shunda qaraymiz endi. Mana bu x ni tepaga parallel qilib ko'chiraman.
Mana bu uchni ham mana bu joyga parallel qilib ko'chirsam, hop, shunda mana bu joy 3, bu joy x bo'lib qoladi endi. Endi qaraymiz. P bilan O ni uchrashtiraman endi. Mana bu OP kesma ham jami. Nimaga teng endi? Radiusga tengmi? Radiusga teng. Mana bu joyi ham 90. Parallel ko'chirganim uchun. Shunda hosil bo'lyapti menda mana bu cho'rchak. Bu joy 90 gradus bo'lsin. Mana bu tomonim jami 7 plus x ga teng. Bu katetim x ga teng. Endi gipotenuzim radiusi. Radius esa bizga mana bunga teng edi. Ildiz 2 4 plus x ga teng edi. Endi bundan bitta pifagor qo'shib qo'shilgan x kvadrat qo'shilgan 10 teng bo'ladi. Qo'shilgan ikkinchi katetimiz x kvadrat teng bo'ladi. 2 ko'paytirilgan 16 qo'shilgan x kvadrat qo'shilgan 8x. Endi bu yerda soddalashtirib x topsak chiqadi 17 taqsim 2 degan javob chiqadi. Endi topishimiz kerak edi biz chorak aylanani yuzasini. Buning uchun bizga radius kerak bo'ladi. Radius tenglik ildiz 2 bu qo'shilgan x'imiz 17 taqsim 2 ga. Bu teng bo'ladi 25 ildiz 2 taqsim 2 ga. Endi chorak aylanani yuzasi teng bo'ladi. Pi r kvadrat taqsim 4 ga. Shunda pi taqsim 4 ko'paytirilgan radiusning kvadrati 25 ning kvadrati 625 ildiz 2 ning kvadrati 2 taqsim 2 ning kvadrati 4. Bu bilan qisqarsa mana bu joy 2 holatda 625 pi taqsim 8 chiqib qoladi shunda bizda. Endi keyingi savolga o'tamiz. Bu savol ham o'z turishidan oson misolga o'xshaydi yoki qiyin misolga o'xshashi mumkin. Rastan ham sal qiyinroq desa ham bo'laveradi. Yoki yo'lini bilgan bunaqa misolda ishlayversalaring o'zi nima deydi? Ko'nikmalaring oshib bemalol ishlayotgan bo'lib qolasizlar. Bu misol ishlash uchun nima qilamiz endi? Aylanani to'ldirib yuboramiz. Mana to'ldirasan. Va mana bu S nuqtadan davom ettiraversin endi chiziqda. Bu joy 3 bo'lsa, mana bu joy ham 3 bo'ladi. Simmetrik uchun. Simmetrikligi uchun. Bu joy ham 3. Endi mana bu joyni qandaydir D nuqta desam, D bilan A ni tutashtirsam. D va A ni tutashtirsam. Oh, qaraymiz endi. Mana bu burchak ham, bu burchak ham bir xil yo'lni tortib turibdi. Mana bu joy 2x bo'lsa, bu joyimiz ham 2x ga kelib chiqib qoladi endi. Mana bu joy 90 gradus. Endi 90'likda mana burchagimiz bizda bo'ladi 90 minus 2x ga teng bo'ladi. Bu joy x'ligidan mana bu joy 90'likdan bu joyimiz bo'ladi 90 minus x ga. Endi qaraymiz. Mana bu jami burchak 90 minus x ga teng bo'lib qoladi qo'shsak. Endi bu burchak ham 90 minus x, mana burchak ham 90 minus x. Shunda mana bu uch burchagimiz bizda bo'lyapti. Teng burchak bo'lib qolyapti. Ya'ni bu tomon 5 bo'lsa, mana bu tomon ham 5 bo'ladi. Mana bu tomon 5 deymiz endi. 5 mana bu uchligidan endi mana bu 4 ga teng bo'lib qoladi. Shunda endi bizda xossa bor. To'g'ri aylana bo'lsin mana. Tuxumga o'xshab qoldi, aylanib pasar qilaveramiz. A, B, mana bu C, D. Ya'ni bu vatarlar uzunligi. Vatar emas. Mana shu joy, mana shu joy shularning uzunligi deb olamiz. C ko'paytirilgan D teng bo'ladi A ko'paytirilgan B ga. Endi qaraymiz. Mana 3 ning 3 ga ko'paytmasi endi
uch ko'paytirilgan uch teng bo'ladi. Mana bu joyini yirik deb olsak, to'rtning yirikka ko'paytmas. Bu yerdan yirikni topsak, 9/4 chiqib qoladi. Endi yirik 9/4. Shunda bo'yalgan sohaning yuzasi S deb olsak, S teng bo'ladi. 3 ko'paytirilgan 9/4 ko'paytirilgan endi 1/2 ham bor. 27/8 chiqar ekan. Hop, keyingi savolga o'tamiz endi. Hop, radiusini topishimiz kerak ekan. Aylanani. Hop, mana bu joyda o'rinyapti bu. Aylanaga shuni M deb olsam. Mana bu M1 X deb olaman. Mana bu endi M sini 14 minus X deb olsam. Bu ham urinma, mana bu ham urinma bo'lyapti. Shunda KB ham X'ga kelib chiqib qoladi. Bu tomonda ham xuddi shu holat. 14 minus X'ga kelib chiqib qoladi endi. Qarasang, mana bu A nuqtadan ham ikkita o'rma chiqqan. Mana bu AP va AQning qiymati ham teng. Ya'ni 16 plus X teng bo'ladi 18 plus 14 minus X ga. Bu yerdan X topsam 8 degan qiymat chiqadi. Endi bularni o'chirib turaman. Mana bu aylana markazida olsak, perpendikulyar sursam endi men. Mana bu joydan ham perpendikulyar sursam. Perpendikulyar emas, radius tushiraman. Bu urma bo'lgani uchun bunga 90 gradusda tushadi. Bu joy 8 ligini topib oldim endi men. Qaraymiz endi. Mana bu burchakning bu burchagini 2 alfa deb olsam, 2 alfaligicha turib tursin endi. Bu uchburchakning yuzasini topaman endi. S teng bo'ladi. Ildiosda yarim perimetrimiz. Gerondan topamizda. Yarim perimetr 24 ko'paytirilgan. 24 dan 14 ni ayirsak 10. Ko'paytirilgan 24 dan 16 ni ayirsak 8. 24 dan endi 18 ni ayirsak 6 chiqib qoladi. Bundan kelib chiqadiki 48 ildiosda 5 kelib chiqadi endi bundan. Qaraymiz endi. Shu 48 ildiosda 5 ni tenglaymiz. 16 ko'paytirilgan 18 taqsim 2 ko'paytirilgan sinus 2 alfaga. Shunda bu bilan bu qisqaradi mana bu 3. Bu bilan bu qisqarsa mana bu 6. Bu bilan bu qisqarsa mana bu 3. Shunda sinus 2 alfa teng bo'ladi. Ildizosi 5 taqsim 3 ga. Kosinus 2 alfani topsam 2 taqsim 3 chiqib qoladi shu yerdan endi. Endi ikkita kosinus kvadrat alfa ayrilgan 1 teng bo'ladi ekan 2 taqsim 3 ga. Bu yerdan kosinus kvadrat alfani topsam nima chiqadi? 5 taqsim 6 chiqadimi? Evet, chiqadi. Endi bizda formula bor. Tangens kvadrat alfa qo'shilgan 1 teng 1 taqsim kosinus kvadrat alfaga. Bu teng bo'ladi ekan 6 taqsim 5 ga endi. Tangens alfa kvadrat alfa teng ekan 1 taqsim 5 ga. Tangens alfani topsam teng bo'ladi ekan 1 taqsim ildiz 5 ga. Endi e'tiborli bo'lamiz. Mana bu O markazi olsak. Endi mana bu A nuqtadan Oga qarab chiziq o'tkazsam. Bu 2 alfani teng ikkita burchakka ajratadi, ya'ni alfa alfaga ajratadi. Nimaga? Chunki mana bu uchburchak bilan bu uchburchagimiz bir-biriga teng. Shuning uchun oddiy. Endi mana bu joyimiz radius. Bu burchak uchun tangens alfani qo'llaborsam, tangens alfa teng bo'ladi. Qarshidagi katta yer yopishgani 24. Bu teng ekan 1 taqsim ildiz 5 ga. Radiusni topsam 24 taqsim ildiz 5 chiqar ekan. Hop, endi oxirgi savolimiz. Qaraymiz. Mana bo'yalgan soha, ya'ni shaded area, mana bo'yalgan sohani topishimiz kerak. Hop, teng oluvchi burchak bo'lyapti mana bu. Mana shu burchagimizda. Bu burchakdan balandlik tushirsa
to'qson tushadi va teng ikkiga bo'ladi ham. Ikkiga bo'ladi. Endi qaraymiz. Mana bu tomon, burchak. Mana bu tomon ham bir xil. Bunda ham shu tomon. Mana bu tomon ham, mana burchak ham bir xil. Bu degani mana BB bilan mana balandlik teng bo'lishi kerak degani. Bundan kelib chiqadiki, mana bu joyni 90 gradusga kelib chiqib qoladi shundan. Endi bu joy 90 bo'lsa, mana bu 2, bu jami 4. Bundan mana bu burchagimiz 30 gradusga kelib chiqib qoladi. Endi qaraymiz. Bu uch burchak uchun ham mana bu joyni h deb olsam, tangimiz 30 qo'llab olsam, bu teng bo'ladi. Nimaga teng bo'ladi? H taqsim 2 ga. Ya'ni tangimiz 30 bizda 1 taqsim ildizi 3. H ni topsak chiqadi 2 taqsim ildizi 3 kelib chiqib qoladi. Endi biz bu joyni topsam 4 ko'paytirilgan h taqsim 2, ya'ni 2 ko'paytirilgan h ketadi. Bu degani 2 ko'paytirilgan 2 taqsim ildizi 3, ya'ni 4 taqsim ildizi 3 ga teng ekan. Irratsionallikdan qutqarsak 4 ildizi 3 taqsim 3. Bu bilan misollarimiz tugadi, bugungi misollarimiz. Endi ikkita formula tushuntirib qo'yaman. Masalan deylik, burchak berildi bizga. Buning burchagi 90 deylik. Endi bundan deylik balandlik tushgan desak. Mana bu 90, bu ham 90. Endi deymiz, ikkalasiga ham aylanalar chizilgan. Hozir mana shu aylana deb olamiz. Endi aylanaga o'xshamadi, aylana deb olaveramiz. Endi yana bitta bunga ham aylantiramiz endi. Bu ham aylana deb olaveramiz endi. Tuxumga o'xshab qoldi, ikkalasi ham aylana deb olsak bo'laveradi. Faraz qilib tursak bo'laveradi. Endi mana bu katta to'g'ri burchakli burchakka ham chizilgan deb olamiz. Ya'ni ichida to'rtta deb olaveramiz. Buning markazi mana bu yer bo'lsa, buni radiusini m deb olamiz. Endi mana bunikini katta yer deb olamiz. Endi mana bu kichkinaligini kichik yer deb olamiz. Bizda formula bor. M kvadrat teng bo'ladi katta yer kvadrat qo'shilgan kichkina yer kvadratga. Endi keyingi formula yozaman. Mana bu h deb olsak, shu h teng bo'ladi m plus katta yer qo'shilgan kichkina yerga teng bo'ladi bizda. Endi nima qilamiz? Yana bitta formula bor, lekin xossani aytib ketaman. Bular bitta bo'lsin. Bundan deylik bisektrisa chiqib qolamiz. Bisektrisa ya'ni alfa. Bisektrisaning ixtiyoriy nuqtasidan mana bu burchakning tomonlariga tushirilgan balandliklar bir-biriga doim teng bo'ladi. Bu h bo'lsa, bu ham h. Mana bu tomon bilan bu tomon ham teng bo'ladi. Bu a bo'lsa, bu ham a bo'ladi. Mana shu xossani ham o'rganib olinglar yaxshilab. Kerak. Shu bilan darsimiz tamom. Tomosha qilganlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.